misol men sizga bitta narsa aytaman, men ham sizga o'xshab doim tanlovda qiynalib kelgan odamman. Nimanidir tanlash kerak bo'lsa doim juda to'st urushib kelganman. Xo'p, chaqirish kerak. Aka, uka, ota-onangiz endi pul topa olmasa kerak yoki do'stingizni chaqirib, do'stim, men 40 ga kirdim, shu paytgacha nimadir qildim, to'g'ri noto'g'ri yashadim bilmayman, lekin cho'ta ahvolim og'ir. Mana operatsiyamga 15 million pul kerak. Undan keyin davolanib reabilitatsiya qilishimga yana bir 15 million yoki 10 million, 30 million pul общий. Undan tashqari har oyda bir oilamni boqib turishimga 3 million, 4 milliondan bir общий 50-60 million pul kerak. 6 oygacha men shu pulni zaxirasini menga kimdir berib tursa, sen topib berib turasan, nimadir qilasanmi, yo kredit olaman, bilmayman, nimadir qilasizda. 6 oyning ichida 6 oydan keyin men qaytarishni boshlayman. Keyin hozir 6 oy, 8 oy yaxshi rejim ushlasam-da, o'zim ustimda yaxshi ishlatsam, keyin sekin hayotga qaytaman. 1 yilda, 1,5 yilda hayotga qaytarman va u yog'iga inshaalloh sifatli, og'riqsiz yashab, yaxshi pul topib ketaman. Yo'q, hozir menga hech kim pul berib tura olmasa, sen, do'stim, ota-onam, yaqinlarim pul berib tura olmasa, men hozirdan qurbon bo'laman-da, 2-3 yildan keyin uyga, yotoqqa yoki aravaga mixlanaman, undan keyin meni xotinim yoki kimdir boqish kerak bo'ladi. degan tanlovni qo'ying-da, siz yordam so'rang. Sizga ochiq do'stona gap, siz men bilan barobar odamsiz-da.